Beshinchi modulning ikkinchi darsiga yetib keldik. Bundan oldingi darsimiz juda ham muddat jihatdan davomiyligi deyarli 40 minutga yaqin gapirganmiz va rostdan u yoqda eng o'sha sinalgan ma'lumotlarni berdik. Xudo xolasa endi yana ham bu narsani ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, siz jamoa nima qilib berishi kerakligini asosan biz tushunib oldik. Endi rahbar sifatida sizning rolingizdagi yana ham muhim joylarga alohida to'xtalamiz. Marketing jamoa boshqaruvida rahbar sifatida siz qanaqa vazifa va majburiyatlarni bajarishingiz kerak? Aniq framework, ya'ni shablonni olasiz, shu bo'yicha boshqaradigan bo'lsangiz samaradorlik ko'rasiz. Nimaga marketing jamoalar shu vaqtgacha boshqara olmagansiz desa, tizimni emas, jamoalarni boshqarishga uringansiz. Yuqorida bundan oldingi darsda tushuntirdim. Insonni boshqarish qiyin. O'zingizni hattoki ba'zida boshqarishingiz, o'zingizga bergan va'dalaringiz ustidan chiqa olmasligingiz mumkin. Bu narsadan tushunib olingki, inson o'zini boshqarishi shu darajada qiyinki, boshqalarni boshqarish qiyin. Bu uchun nima qilish kerak desa, tizimni boshqarishingiz kerak, tizimni qurishingiz kerak va tizimni boshqarishingiz kerak. Xuddi shunaqa liderlik bilan ishga ortiqcha adashtirib yubormasligingiz kerak. Tizim qurish o'rniga faqat mana shu bugun nima muammo chiqdi, shu pajar muammoni o'chirish bilan srochniy mana bunaqa dizayn qilish kerak, srochniy mana bunaqa e'lon berish kerak. Mana bu reklama o'zi biza ertaga sotuvimiz ochiladi, nimaga hali ham tayyor emas degan pajar o'chirish bilan emas, to'liq o'sha tizim bilan strategiya bilan yurishingiz kerak. Agar siz ishga ortiqcha aralashib, kuningiz strategik ishlar o'rniga pajar o'chirish bilan jamoani ichiga o'ralashib, qaysidir vazifalarning ichiga o'ralashib, pajar o'chirish bilan shug'ullanayotgan bo'lgan bo'lsangiz, demak shu sabablardan siz jamoani samarali boshqara olmagan bo'lishingiz ehtimoli yuqori. Bu darsda shu muammolarga chek qo'yamiz. Xo'p, marketing bo'limi rahbarini yoki biznes egasi sifatida marketing jamoani boshqaruvida men o'zim o'sha eng asosiy qilinadigan misol sifatida bo'lib tushuntirishga harakat qilaman. 3 ta asosiy rol sifatida bo'lishi mumkin. Birinchi sizning vazifangiz arxitektor vazifasi. Arxitektorni bilasiz, to'liq rejalashtirish bilan ishlaydi. Bu yoqda siz yo'nalish belgilab berasiz. Keyingisi jarayonlarni nazorat qilish. Siz endi uchuvchi shapkasida bo'lasizda, tepadan, yuqoridan nazorat qilasiz. Ya'ni u to'g'ri ketyaptimi, hammasi joyidami, tepadan nazorat qilasiz. Keyingisi standartlar asosida ish ketishini ta'minlash. Bunda inspektor rolida bo'lasiz. Inspektor nazoratchini qiladigan ishi kuzatib, to'g'ri ishlayaptimi, yo'qmi? Bunda ichiga kiradi, detallarga e'tibor beradi. Aynan shu rollarda har bitta rolda sizni o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni aytaman. Va mana shu dars va bundan oldingi darsni to'liq amaliyotga tatbiq qiladigan bo'lsangiz, marketing jamoalar bilan uzoqroq va natijaviyroq ishlaysiz. Har doim bitta yangi jamoani orqasidan quvib, mana bu jamoa menga natija qilib bera olmadi, bular boshqacha va'da beruvdi, qila olmadi deb o'zingizdan tashqari sabablar bilan vaqtingizni, pulingizni yo'qotib qo'ymaysiz. Bir oylik qiladigan ishlarning rejasini aniq belgilab olishingiz kerak arxitektor sifatida. Masalan, yangi oyda bitta katta maqsadni belgilab olish. Masalan, biz lidlar sonini endi 1000 taga chiqaramiz. Yoki bizda o'tgan oyda bitta loyihamizda shunaqa bo'ldi. To'liq bitta oy davomida qo'ygan eng katta maqsadlarimizdan bittasi lidlar sonini 4500 taga chiqaramiz. Call center xodimlarimiz oshdi. Bizda ishlab chiqarishda muammo yo'q, tizim bor. Demak, biz lidlarimiz sonini, zaявkalar sonini 4500 taga chiqaradigan bo'lsak, sotuv planimizni endi $150,000 ga emasda $300,000 ga qo'ya olamiz degan narsani qildik. Xuddi shunaqa bitta katta maqsad belgilaysiz, bu lidga oid, sotuvga oid bo'lishi va undan boshqa narsa bo'lishi mumkin. Yangi narsa bo'lishi mumkin. Demak, targetda hammasi joyida, endi content bo'yicha bitta kreativ narsa qilamiz. Endi mana bu joyga PR reklama beramiz deganga o'xshagan bitta katta maqsad belgilanadi. Maqsadga erishish uchun resurslarni rejalashtirib berasiz. Qancha vaqt ketadi, qancha budjet ketadi, kim bajaradi, qanaqa bajaradi, resurslarimiz yetarlimi yo'qmi, shu narsani belgilab olasiz. Keyingisi shu maqsad belgilab olganingizdan keyin maqsadga olib boruvchi rejani jamoadan olasizda va tasdiqlaysiz shu narsa. Ya'ni biz shu reja asosida ketamiz deb jamoani o'zi xarita bersin, siz shunchaki tasdiqlab bering. Bu yoqda nima qilgan bo'lasiz desa, bo'ldi, marketing jamoada endi aniq reja bor. Ish boshlangandan keyin rejasiz ular ko'proq vaqtini yo'qotib qo'yishi mumkin. Siz har kuni bu narsani ustida bo'lmaganingiz hisobiga. Keyingisi oylik dashbord yaratish, ya'ni maqsadlarga erishish uchun
raqamlarni ketma-ketligini belgilay olasiz. Masalan, biz 4,5 mingta lead berishimiz uchun kuniga nechta lead berishimiz kerak, qanaqa budjetdan oshmasligimiz kerak va marketingda biz jamoamiz bilan bilamiz. Leadni narxiga, soniga ta'sir qiladigan yana 10 dan oshiq metrikalar bor. Biz shularni hammasini nazorat qilib boramiz. Va bu narsani biznes egasiga ham dashbord sifatida berishimiz mumkin, o'sha qanaqa tartibda ketayotganini yaxshi tushunib olish uchun. Ya'ni arxitektor sifatida siz oylik yo'nalishni belgilab, resurslarni rejalashtirib berasiz va raqamlarni nazorat qilish uchun dashbord yaratasiz. Keyingisi haftalik nazorat. Bunda uchuvchi sifatida har hafta oxirida raqamlarni ko'rib chiqasiz. Oylik plan fakt to'g'ri, shu haftadagi planni to'g'ri yopdikmi yo'qmi? Oylik planga boramizmi yo'qmi? Undan tashqari hafta davomida kunlik nazorat qilganingizda bottleneck, ya'ni узкий горлышко deydi. Masalan, mana shu narsani nazorat qilishingiz qiyin bo'ladi kunlikda, lekin haftalikda biz hafta davomida mana shu joyda sal anaqa qildik. Nima deydi? Qiynaldik. Mana shu narsani bitta ustiga kirib to'g'rilab chiqib ketadigan bo'lsangiz, bo'ldi. Endi bu joyda boshqa to'xtalish, probka bo'lib qolmaydi-da, jarayonlar to'g'ridan to'g'ri yaxshi ketadi. Shu hafta qancha o'sdik, qancha tushdik degan raqamlar bilan bir soatlik majlis o'tkazsangiz bo'ladi jamoa bilan haftalik, ya'ni vaqt ajratadigan bo'lsangiz, bu jamoa uchun ham, siz uchun ham yaxshi. Keyingisi kunlik inspektor nazoratchi sifatida shunchaki bu RMP majlis qanaqa tartibda tizimli instrumentini ishlatish bo'yicha men o'tgan darsda gapirdim. Kunlik shunchaki 10-15 daqiqa ichida maksimal ideal holati 10 daqiqa. Lekin juda oshib ketadigan, ustida qaysidir muammolarning ichiga men alohida kun davomida 10 minutlik RMP dan tashqari yana vaqt ajrataman deganingizda ham 15 minut va 60 minut ichidan oshib ketmasligi kerak. Kunlik siz vaqt ajratadiganingiz. Nimaga deganda, hozir aytganimdek, siz tizimni qo'yib, tizimni boshqarishingiz kerak. Agar o'zim kirib bu narsa ichiga kiraman desangiz, ustida ishlayman desangiz, qancha vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun ham inspektor nazoratchi sifatida 15-60 daqiqadan vaqtingizni ko'p sarflamang. Jamoaning task management dasturini tekshiring. Kunlik topshiriqlar kiritilyaptimi, vaqtida bajarilyaptimi? Deadlinedan orqada qolgan yoki bajarilmayotgan zarur topshiriq bo'lsagina jamoa bilan muhokamaga alohida bitta 10 daqiqa, 15 daqiqalik alohida zoom o'tkazing. Nimaga zoom deyapman? Agar in-house jamoa bo'lsa, siz ularning xonasiga kirib borib gaplashishingiz mumkin. Lekin agar marketing agentligi bo'lsa, uchrashuv qaysi kunga belgilaylik, uka, masalalar bor edi deb ortiqcha vaqtingiz, energiyangiz ketib qoladi. Shuning uchun mana bunaqa masala 10 daqiqa vaqtingizni olaman. Men bu yoqda muammo bor ekan, nima yechimingiz bor? Men shu bo'yicha gaplashmoqchiman. Bo'ldi. Shu bo'yicha aniqlashtirib belgilay olasiz. Xo'p, kunlik vazifalar bo'yicha emas, natijalar bo'yicha feedback bering. Ko'pchilik men vazifa bajarilmadi deyish mumkin, lekin u vazifa bajarildi, bajarilmadisidan ko'ra u ta'sir qiladigan natija bo'yicha gaplashsangiz, o'sha qo'yilgan vazifa va kerak bo'lsa undan ham ortiqroq ishlarni jamoa bajara oladi. Doimiy nazorat qiladigan eng muhim raqamlaringiz, ya'ni natijaga oid eng muhim raqamlarni biz alohida yana keyingi modulimizda biznes egasi nazorat qilish kerak bo'lgan raqamlar ma'nosi, muhimlik darajasini alohida kiritganmiz. U narsani ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, budjet masalasi, qilinayotgan ishlar, deadline va KPI raqamlarning nazorati. Agar jamoangiz bilan mana shu raqamlarni kelishib olib, shularni o'zingiz bitta alohida nazorat qilmaydigan bo'lsangiz, qiynalasiz, jarayonlar qanaqa ketayotganini nazorat qilasiz, lekin hissiyotga, jamoaning berayotgan gaplariga qarab turib qaror qabul qilib qo'yasiz. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun maksimal darajada raqamga asoslanib qaror qabul qilishingiz kerak. Xo'p, endi red flag rahbarlar haqida gaplashamiz. Men red flagman deydi-yu, xuddi shunga o'xshab rahbarlar orasida ham red flag bo'lishi mumkin. Marketing jamoa boshqarayotganda ular qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Masalan, men red flagman, reklamaga o'zim ssenariy yozib beraman ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni reklamaga o'zingiz ssenariy yozib beradigan bo'lsangiz, demak siz noto'g'ri ish qilyapsiz. Reklamaga ssenariy yozish bo'yicha standart yozib bering. Mana shunaqa formulalar bor ekan, sinalgan copywritingda sotuvchi formulalar bor ekan. Mana shu bo'yicha video oladigan bo'lsangiz, kreativingiz kuchli bo'ladi va zo'r reklama ishlaydi degan standart bo'lsa, siz o'zingiz yozib berishingiz emas, mana shu standartlarni joriy qilishga yordam berishingiz, chiqarib olishingiz eng foydali narsa bo'ladi. Shu hafta qanaqadir yangilik qilaylik deb tomdan tarasha tushganda yangilik so'rab qolishingiz bu jamoani hozir qilib turgan ishini chalg'itib yuborishi mumkin.
maksimal darajada qanaqadir bir marketingda yangilik qilmoqchimisiz yoki yangilik so'ramoqchimisiz, oldindan xabar berib qo'ying. Bolalar, biz mana shu oyda mana bu ishlar ustida ishlayapmiz. Shu oyning oxirida menga bitta yangilik nima qilsak yana yaxshiroq o'samiz deganda oyning oxiriga bitta yangilik tayyorlab kelinglar, birgalikda ko'ramiz desangiz, jamoaga xalaqit bermagan holatda aniq tartibi bilan jamoa o'zidan bilib, mana bu ishlarni qildik, endi mana bu narsaga yetib keldik. Buni rejasini biz mana bunaqa narsada ko'ryapmiz deb aniq reja bilan keladi. Yoki Instagramda oxirgi postimiz nimaga prosmotr olmadi, nimaga uchmadi degan savolni berishingiz, bu hech qanaqa jarayonga qiymat qo'shmaydi. Chunki Instagramda oxirgi post qaysi postda uchishi mumkin, qaysi postda uchmasligi mumkin, вообще prosmotr olmasligi mumkin va bu narsa eng qizig'i tabiiy holat. Bunaqa holatda maksimal darajada ichkaridagi qaysidir jarayonlarning ichiga kirishdan ko'ra siz ularni olib kelayotgan natijasiga qarab turib postlar sonda chiqishi kerak edi, nimaga mana bu son vaqtida chiqmadi? Nimaga menimcha obunachi kelish kerak edi, mana bu oy oxirida nimaga kelmadi deb turib yakunida qaysidir raqamlarni nazorat qilishingiz bu sizga foydaliroq. Chunki jarayon ichiga kirganingiz bilan ham baribir ular oxirgi postingiz prosmotr olmagani bilan ham planni ortiqchasi bilan bajarib qo'yishi mumkin. Yoki bizda shunaqa holatlar bo'lgan. Biznes egasi emas, biznes egasining yonidagi kommersiy direktori bizga Instagram bo'yicha savol beryapti. Kreativ emas, qanaqadir kontentlarimiz, mana bunaqa kreativroq kontent olaylik deyishyapti. Okey, kreativroq kontent olamiz degan narsani biz rejaga qo'shyapmiz-da, lekin bu narsani ichiga chuqurlashib kirib ketayotganda, aka, rahmat, sizni tavsiyangizni inobatga oldik, lekin ichkariga kirib orqaga qaraydigan bo'lsangiz, biza 5000 ta plan qo'yilgan edi, 15000 ta obunachi bilan yopdik va hammasi maqsadli obunachilar. To'g'ri, sizning fokusingiz bo'yicha kreativ bo'lmasligi mumkin, lekin biz maqsadni, rejani amalga oshiryapmiz degan ma'noda javob berganmiz. Xuddi shunaqa bu narsani ichiga kirib ketib, muhokama qilib, yo'q joyidan kreativ narsa olamiz deb jamoani ortiqcha vaqtini olib qo'yishingiz, bu sizga yakuniy qiymat qo'shadimi, yo'qmi? Shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Yuqoridagilarning o'rniga lidlar bo'yicha rejani amalga oshira oldikmi, yo'qmi? Qaysi vazifalar rejadan orqada qolyapti? Nima natijaga erishish uchun nima bizga to'sqinlik qilyapti? Degan savollarni berishingiz ancha strategik va bu narsani hal qilish ancha oson. Rahbar uchun boshqaruv tizimini xulosalaymiz. Vazifalar: oylik bitta katta maqsad qo'yib, bir varaqli reja tuzasiz. Haftalik raqam va muammolarni aniqlab, KPIlarni nazorat qilasiz va o'sha bottlenecklar, ustki go'rlishkalar bo'yicha qaysi joyda bitta muammo bor, shuni yechsa agar yana ham yaxshiroq ketadi degan savolga javob olasiz. Kunlik vazifalarni task management va RMP tizimini nazorat qilishingiz sizga o'sha to'liq rahbar sifatida boshqaruv tizimini yaxshi ishga tushirganingizni bildiradi. Xulosa, o'zingiz vazifalaringizni bajarayotgan paytingizda o'sasiz, jamoani ichiga kirib, jamoani vazifasini bajarishga harakat qilayotganingizda shunchaki xalaqit berasiz va bu sizni biznesingizni o'sishiga to'sqinlik qiladi. Yuqoridagi eng muhim ko'nik va maslahatlardan foydalangan holatda boshqaruv tizimingizda o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, qaysi joylarda xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, bundan buyog'iga shularni to'g'rilab, alternativ, ya'ni eng to'g'ri yechimlarni amalga oshirishni boshlashni maslahat beraman.